Bugungi sud majlisida sud tugatish boshqaruvchi, ya'ni Abror aka sudga qatnashdilar. Abror aka sudga qatnashdan maqsad MJJ Humans ishda javobgar sifatida qatnashyapti. Sud tomonidan shu likvidatsion upravляющий tayinlangan kundan boshlab korxonani boshqarish vakolati likvidatsion upravляющийga o'tadi. Likvidatsion upravляющий sifatida shuni ma'lum etdiki, shu kungacha territoriyaga kirishmayapti. Territoriyaga kirish uchun sudga murojaat qilishga majbur bo'lgan. Undan tashqari korxonaga tegishli bo'lgan pechat va boshqa instrumentlarni, pechatlarni olish uchun sudga murojaat qilib, MIBga murojaat qilib, MIB orqali olgan shu kungacha. Ya'ni da'vo arizasida keltirilgan vajlarni fikrini aytishi uchun yetarlicha ma'lumotlar yo'q, sababi tegishli, ya'ni o'sha ma'lumotlar hali topshirilmagan. Yana shu qizil ma'lumotda aytib o'tdiki, likvidatsion upravляющий ijara shartnomasi tuzilgan ekanmish. Ijara shartnomasini, ya'ni o'sha pastoviy turgan охрана likvidatsion sud tomonidan tayinlangan likvidatsion upravляющийni territoriyaga kiritmaslik sababi qilib, bizda o'sha ijara shartnomasi tuzilgan. Likvidatsion upravляющий manman sudni mani tayinlangan kundan boshlab korxonani yuritish vakolati likvidatsion upravляющийga, ya'ni menga berilgan deyishga qaramasdan, ular shu shartnoma, ijara shartnomasiga ro'kach qilishyaptiki, agarda ijara shartnomasini bekor qiladigan bo'lsa, ijara shartnomasini shartlarini bajarmaydigan bo'lsa, 60 ming BRV miqdorida shtraf qo'yib qo'yishdi. Endi bu 24 milliard so'm degani. Ya'ni agarda likvidatsion upravляющий o'ziga, meni tushunishim bo'yicha, o'ziga berilgan qonunchilik bo'yicha berilgan vakolatlardan foydalanib sudga murojaat qiladigan bo'lsa, agarda, ya'ni o'sha sud tomonidan shu qaror bekor bo'ladigan bo'lsa yoki bekor bo'ladigan bo'lsa, yaqibi shartnoma shartlarida 24 milliard shtraf belgilangan ekanmish. Endi men nima deb tushunyapman buni holatni? Shu bugungacha sud majlisida уже isbotlamagan holatimiz qolmadi. Hamma holatni isbotlab berdik. Investitsiya qilganini ham, bankdan plachoshkalarni ham ko'rsatdik, perpiskalarni ham ko'rsatdik. Vladimir Dobrin shu kungacha sudda qatnashayotgani yo'q. Elektron pochta orqali fikrini bildirsa bo'lardi yoki bo'lmasa VKS orqali sudda qatnashsa bo'lardi. Hech qaysi bir holatda qilmayapti. Meni tushunishim bo'yicha konkret bizni vajimizni yopadigan biron bir dalil yo'q deb o'ylayman. Agarda dalil bo'lganda, mana necha marta sud protsessi o'tdi. O'sha necha marta sud protsessi o'tdiki, olib kelib turib, yo'q, unaqa emas, aslida bunaqa deb aytardi. Lekin shunga qaramasdan o'tgan sudi majlisida Dobrinin tomonidan, ya'ni o'sha ishda ishtirok etayotgan Humans aksionerlik jamiyatining yuristi tomonidan shu zapiska berib olgan ekan. O'sha zapiskasini olib chiqdik. Zapiskasini o'sha holat yozganki, men sizlar bilan xalqaro sudda gaplashaman, masalan bu sudni men tan olmayman degan ma'noda o'sha zapiska yozgan ekan. Zapiska orqali gaplashadigan holati bor ekan. Men tarafimdan Dobrinin nomiga 67 ta savollarni qo'yib, elektron pochtasiga jo'natdim. Ya'ni o'sha yerda shu Humans kompaniyasini tashkil topishidan kundan boshlab shu kungacha aks ettirilgan holatlar bo'yicha o'sha masalaga oydinlik kiritadigan, agarda unda qanaqadir boshqacha fikr bo'ladigan bo'lsa, o'shani yoritib bering, o'shalarni mana javob bering deb 67 ta savollarni Dobringa jo'natdik. Men o'ylaymanki, agarda haqiqatdan Dobrininda yoki bo'lmasa uni komandasida biron bir bizni vajimizni yopadigan, biron bir vajimizga qarshi yoki o'zlarining vajini tushunarsiz men uchun vajini tasdiqlaydigan biron bir hujjat bo'lganda yoki bo'lgan taqdirda yaqin kelajakda Dobrin yoki uni komandasi tomonidan biron bir shunaqa hujjat taqdim qiladi deb o'ylayman. Endi lekin unga ishonmayman. Men o'ylaymanki, o'sha isbotlanmagan holatlar qolgani yo'q. Hamma holati bo'yicha isbotlab berdik. Kerak bo'lsa o'sha tushunarsiz bo'lib qolmasin deb xronologiya sifatida auch formatga chiroyli qilib olib keldikki, mana tanishgan kundan boshlab shu kungacha tuzilgan shartnomalar, plachoshkalar hammasini yoritib sudga taqdim qildik. Biz tomonidan biron bir isbotlanmagan holat qolmadi. Hammasi o'sha nima deydi, Vladimir Dobrin va uni komandasidan hozir kutib qolamiz.
lekin o'ylaymanki biron bir nima deydi, bizni vajimizga qarshi ishlata oladigan biron bir vaji yo'q deb o'ylayman. Shu kungacha biron bir vaj taqdim qilingani yo'q. Likvidatsion upravляющий bilan shu muhokama qilish, ya'ni koridorda turganimizda muhokama qilish davrida shuni aytib o'tdilarki, sudga taqdim qilinayotgan ishonchnomalar yoki bo'lmasa unda qo'yilgan imzolar возможно Dobringa tegishli emas, sababi uni bilishicha, likvidatsion upravляющийni bilishicha o'sha Humans ishchilarini qo'lida o'sha tegishli faksimil bor ekan, ya'ni faksimil. Dobrinning o'zi Polshada yoki boshqa O'zbekistondan tashqarida o'tiribdi, hozirgi kunda tashqaridan turib korxonani boshqaryapti. Значит, o'sha faksimildan foydalanayotgan bo'lish mumkin degan shu g'oyani aytib o'tdilar. Hozirgi kunda bilamizki, Vladimir Dobrynin mana shu bo'layotgan hamma holat, общий kartinaga qaraydigan bo'lsangiz, korxonani Polshadan turib boshqaryapti. Ishchilari primoy Polshadan turib topshiriq olyapti. Likvidatsionni sud tomonidan likvidatsion upravляющий tasdiqlangan. Lekin o'sha korxonaga kiritmaslik, bu hammasi Vladimir Dobrynin tomonidan значит o'ylangan strategiya yoki bo'lmasa buni o'sha korxonani boshqarish strategiyasi deb o'ylayman hozirgi kunda. Ya'ni bu fakt, likvidatsion upravляющий sudlashayotgani mana bugun sud majlisida o'zi aytib o'tdi, işte mana meni kiritmayapti. Men endi o'ylayman, nima muammo? Yuristlar bor. Hujjat bo'lsa stol ustiga qo'yinglar, birgalashib ko'rib chiqaylik bu narsani. Agarda vaji yo'q bo'ladigan bo'lsa, ну, значит, vaji yo'q. Bor narsani tan olish kerak. Endi bu hozir zapiskaga qaraydigan bo'lsak, ya'ni o'sha berib olgan yurist orqali berib olgan zapiskaga qaraydigan bo'lsak, men sizlar bilan O'zbekiston sudda qatnashmayman, men sizlar bilan xalqaro sudda qatnashaman degan ma'nosini men shunaqa tushundimki, men sizlar bilan hali xalqaro sudda gaplashaman degan narsani tushundimki, go'yoki xalqaro sud go'yoki xalqaro O'zbekiston sudini tan olmas ekanmish-da, xalqaro sudda ko'rib chiqar ekanmiz. O'sha qanaqasiga bu? O'zbekistonga kelib, biznes qilib, necha mingta abonentni olib, necha mingta abonentdan pulni yig'ib, tushgan daromadni jamlab turib, boshqa davlatga olib chiqib ketib, mana necha marta shuni guvohi bo'ldik. Pul qilishga kelganda, biznes qilishga kelganda O'zbekistonda qilar ekan degan, endi javob berishga kelganda men o'sha O'zbekiston sudini tan olmayman. Men o'sha xalqaro sudda gaplashaman. Kim xalqaro sudda unga shunaqa vakolat berdiki, bormay qo'ygan sudda, o'sha biz sudda sudlashib olamiz. Agarda shunaqa holat bo'ladigan bo'lsa, o'sha nima deydi, o'sha men xatimda ham yozdim, Dobringa murojaat qilgan xatimda. Mayli, O'zbekiston sudida sudlash kelmayotgan bo'lsa, unda xalqaro sudga bo'lsa ham jalb qiling maksimum. Xalqaro sudda shu ko'rib chiqayotgan sudda aslida kim o'zi investor? Ko'rib chiqsin o'zi, kim investitsiya qilgan? Aslida o'zi kim bu korxonani tashkil qilishda qatnashgan? Kimlar o'zi investitsiya kiritgan o'zi? Kim korxonani boshqargan? Ya'ni tushgan investitsiyani kim qanaqa qilib boshqargan? Qanaqa qilib o'sha daromadlar qayerga ketgan degan masalalarga agarda O'zbekistonda xohlamasa, xalqaro sudga ham Maksim Sitanov borishdan toymaydi, chunki Maksim Sitanov ham o'ziga yarasha o'sha kiritilgan investitsiyalar bo'yicha o'ziga yarasha o'zini, ya'ni o'sha korxonalarini oldida majburiyatlari bor. Summa katta. Bu hammasi Maksim Sidanovning shaxsiy, ya'ni sandiqda saqlab qo'ygan pul emas. U ham shu tegishli o'rnatilgan tartibda u ham investitsiya jalb qilgan. Soответственно, Maksim Sidanov kerak bo'lsa o'sha xalqaro sudga ham boraman degan ma'noda ishlarni o'sha Vladimir Dobryninga o'sha murojaat qildi. Bugun likvidatsion upravляющий aytib o'tdiki, tegishli korxona va tashkilotlardan 1 trilliondan ortiq qarzdorlik bor ekan. Qanaqa qilib O'zbekistonda shu bizda investorlar pul kirityapti, shuncha abonenti bo'lgan. Ya'ni o'sha korxona bir yaxshi bir korxonalardan bittasi bo'lgan. Ya'ni bu nimadan dalolat beradi? Buni maqsadi, men nima o'ylaymanki, o'sha yerda daromad olib turib, tashqariga olib chiqib ketib, javob berishga kelgan vaqtda endi shartda borib, xalqaro sudga borib, mana o'sha yerda xafa qilishdi. Endi meni shu ishim bo'yicha o'sha xalqaro sudga borib, bir amallab shu tegishli qarorni olib turib, o'sha qarzdorlikni qutulib qolaman deb o'ylayotgan bo'lishi mumkin. Endi bu shaxsiy meni fikrim. Lekin men o'ylaymanki, o'sha haqiqat baribir ochiladi. Asosiy o'zi holat qanaqa bo'lgani mana bugun sud majlisida ham ko'ryapsizlar, mana necha marta sud bo'lgan. Xalqaro sudda ham men o'ylaymanki,
bor holatda o'zi ko'rib chiqishi, kim investor bo'lgan, kim pul kiritgan, o'zi kim qanaqa korxonani boshqargan, eng asosiy maqsad, eng asosiy vaji o'sha korxona nima uchun bu ahvolga kelib qolgan, nima uchun bu ahvolga kelib qolgan degan holatda o'rganadigan bo'lsa, ko'rinib turadiki, bu yerda o'sha Dabriniyni mani fikrimcha azaldan, mani shaxsiy fikrim, azaldan korxona tashkil qilayotgan vaqtda o'sha vaqt shunaqa fikri bo'lgan bo'lishi mumkin deb o'ylayman. Ya'ni o'sha korxonani tashkil qilayotganda bu ssenariy hammasi oldindan yozilgan deb o'ylayman. Keyingi sud majlisida, ya'ni o'sha sud majlisini qoldirishdan sabab shu bo'ldiki, Vladimir Dobryninga tegishli ravishda biz o'sha iltimos murojaat qildik. 67 ta savolni qo'yib men murojaat qildim. Undan tashqari sud arizani, ya'ni taraflarni iltimosnomalarni qanoatlantirib, Maksim Sidanovga tegishli bank ma'lumotlari, undan tashqari o'sha Vladimir Dobryninga tegishli bank ma'lumotlarini olish bo'yicha, tegishli tartibda olish bo'yicha murojaat qilingan. O'sha murojaatlarga hali javob olganimiz yo'q. O'sha javoblarni olib, muhokama qilib, tegishli tartibda o'sha nima deydi, protsessual harakatlarni davom ettiramiz.